Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Mana bugun biz gilos bog'imizda turibmiz. Gilos bog'imizni o'g'itlash bo'yicha bu videomizni olyapmiz. Bu videoda giloslarga kaliyli o'g'it berish bo'yicha videorolik qilyapmiz. Bu videorolik nima foydasi bor giloslarga? Gilos daraxtlarimizda hosil kurtaklari mana shakllangan. Shakl berish jarayonlaridan o'tgan shakl berilgan. Shakllari mana. Kaliy nima vazifani bajaradi? Kaliy bu giloslarimizda hosil tutish, hozir eng katta muammo gilos daraxtlarimizda ko'p gullaydi, chaman bo'lib gullab, lekin meva tutish foizi juda kam. Changlanishga urg'u beryapti ba'zi bir fermerlarimiz, ba'zi bir bog'bonlarimiz ozuqa yetishmasligiga. Hozir biz nima maqsadda kaliy beramiz? Kaliy gilosni mevalarini tutishi va mevalarni sifatini yaxshilash, mevalarni yirikligini ta'minlaydi, ham ko'proq meva tutish. Qanday shaklda beramiz o'g'it? Mana kaliyimiz bu o'zimizda O'zbekistonda ishlab chiqarilgan Qo'qonda Indarama kaliy. Mana buni solish jarayoni mana ko'rib turibsizlar kaliyni. Bitta daraxtga 300 gram, 400 gram kaliy har yili berishimiz kerak. Chunki har yili biz daraxtimiz meva beraverib, hosil kurtaklar ham agar kaliyli o'g'itlar bermasak, hosil kurtaklar keyingi yilga hosilni olib bo'lganimizdan keyin hosil kurtak shakllanishi kamayib ketadi. 400 gram, 300 gram, 400 gram kaliyli o'g'it bersak maqsadga muvofiq bo'ladi. Endi xudo xolasa yana keyingi videolarimizda mana shu bog'imizda video qilishga harakat qilamiz. Qani mevalar bilan xudo xolasa